anavi qolish kerak-ku odamda. Fikr. Hayotingizdagi eng og'ir vaziyat. Avtobusda chichkim kelib qolgani. Probka, avtobusda pizdes chichkim kelgan vaziyat eng og'ir o'sha bo'lgan hayotimda. Boshqa hech qanday og'ir vaziyat hisoblamayman hayotim. Idealni o'tgan. Iloji yo'q, keyin chichib qo'yganman ishtonimga. Iloji yo'qda nima qilasan? Triko shunday ichkariga qishida bo'lay gamashchani shunday bo'lay trikochaga qistirdim-da, naskichaga qistirdim gamashchani. Ustida buruk bor. Xuddi bo'lay hech narsa bo'lmaganda yengil bo'lay jarrini berdi. Bo'lay ichim o'tgan ekanda bo'lay qishidi-ku, ich burab og'rida bo'lay tez yetib kelay deb xayol surayapman bo'lay. Xayolimda hamma narsaga chalg'itdim, seksgacha chalg'itdim. Umuman foydasi yo'q ekan. Yo o'lish kerak, yo bo'lay chichib yuborish kerak. Xuddi maksimalni qisib o'tirsangiz ham onasiga bu yoq ko'cha sovuq bo'lay Rossiyada Kaliningradda edi. Avtobusni pechkachasi oyoqdan issiqni berib o'tiribdi, bilet yumshatyapti-da, battar organizmni bo'shashtiryapti-da. Bittadan keyin onasiga avtobusda shunaqa hid ko'tarildi, hamma orqaga qarab deyapti-ku, endi menligim bo'lib qolmasin deb men ham orqaga qaradim-da. deb o'rnimdan turib, bilet, fu, bilet, cho'ta pizdes voняет dedim-da. Oldinga qarab chipa orqadan ketdim. Men emasligim, to'g'ri yurib ketdim. Chichib qo'ygan bola bilsalaring, mana bunday qilib yurar. Mana bunday qilib yurar. Что oyog'imga tegmasin deb. Yigit bilan idealli poxodkachada. Shunday turdi-da, tepadan ushlab yengilgina naxu. Tipa men chichib qo'yganim yo'q bilay. O'tdi. Onasiga avtobusdan tushdim. O'sha probkani o'zida uygacha piyoda ketaman. Avtobusda bilay yana 40 minut yurish kerak. O'zi ikki ostanovkaga probkasi kelib ketgan, piyoda bir 10 minut, 15 minutda boraman. Yo'lda yurib ketyapman. Ikkinchi reys kelyapti o'zi bilaydi. Ichi o'tyapti-da bola. Oldinda bitta rus qiz bilan rus bola chiqyapti-da. Menga qarab, "Извините, пожалуйста, не подскажете?" deyapti. Bilay, "Где здесь улица Богдана Химическая?" deyapti. Endi bu yoqda ichim o'sha ikkinchisi kelyapti men. Endi men ularga mana bu yerdan pоворотni olasam, bunday borasam, mana bu yerdan bunday kirganda mana to'g'rida bilay magazinning oldida bilay shu ko'cha, shuni oldidan kirasan deb aytishgan vaqt yo'qda bilay, "Я откуда знаю?" dedim, "Я только приехал" dedim bilay. "Я свой дом ищу нахуй" dedim-da. Tapchikam berib, по пути ikkinchi reys turdim, keyin shappa hamma narsani vannaga shappa kirdim, yechdim. O'rab paketchaga, paketni 3-etajdan pastga. Musorga ham olib borish, shu bilay, datovo bilay, vaziyat og'ir. Yuvinib chiqib keyin bilay, sigaretchani olib, bitta oynadan qarab sigaret cheksam, dvornik ko'chani tozalaydigan, o'sha mahallaning ikkita domda orasini tozalaydigan bratancha keldi. U bilay bitta paket ichiga deydi, kimdir kiyim solib qo'ydi deb o'yladim. Bunday ochib, bunday qarab, o'sha bilay o'g'irlab ketdi uni. Xabari yo'q, bilay, ichiga ichilganidan bilay. Paketchaga o'ralgan. Ketdi aka, uyga borib ochsa, onasini sizga bu bilay jinsini ham, bu gamashni ham deydi-da. Bir paket olib ketdi o'zi ham kiyim. Anday qilib bilay chichib ham qo'yganmiz hayotda bilay. Eng og'ir vaziyat o'sha bo'lgan. Beruvchilar ham ko'payib ketadi-da bilay. Ana o'shga menga chichqoq bola kerak emas deb aytdi deydi. Hamma chichadi. Ayting, u bilay, umuman dunyoda chichmaydigan ko'tning teshigi yo'q odam yo'q. Hamma qo'yaveradi 100%. Faqat kimdir kulturni, kimdir ne kulturni. Endi men ham kulturni bilay tualetga boraman. Endi bo'lganda vaziyat bilay. Bitta men emas-ku, da odam chichib qo'ygan-ku. Dunyodagi eng chiroyli odam ham chichadi, eslicha. Eng chiroyli qiz ham, eng chiroyli bilay bola ham. U meni bilay undaqa deb yozmasin, aytaylar unga. Litovskiy valda bo'lganmi deydi.